Mini UPS svet o'chganda Wi-Fi'ingizga yoki Wi-Fi kameralaringizga pitaniya berib turadigan qurilma. Bu mini UPSimiz 5 voltdan 12 voltgacha ishlaydigan qurilmalarga pitaniya berib tura olar ekan. Oxirigacha ko'ring, test qilib, qancha vaqtga zaryad yetishi va narxini aytib o'tamiz. Mana kameramiz ishlab turibdi. Tokda. Hozir sug'uramiz. Mana qo'limda turibdi. Syomka qilyapti. Mana kameraning qarshisida turibman, yozyapti. Hech qayerga yo'llanmagan. Endi ko'ramiz qancha vaqtgacha yozar ekan. Mana 1 soat bo'ldi, hali ishlayapti. Soat 2 dan 45 minut. 4 soat bo'ldi, hali o'chgani yo'q. Bu taxminan 6 soatga yetish kerak edi. 8 soatdan oshdi. Hali ishlayapti, gap yo'q. Uxlamasdan test qilyapman. Yarim tun bo'ldi, hali yozyapti. Va nihoyat o'chdi. Hozir ko'ringchi, soat nechigacha ishlagan ekan. Oxirgi zapisimiz 12:15 gacha. Ko'rganlaringizdek bitta kamera uchun 11 soat deyarli svet o'chib qolsa ishlab beradi degan. Kimgadir mini UPSimiz qiziq bo'lsa, tarifga yozing, qo'ng'iroq qiling. Mana ichida paka bor. Endigi reelsda biz buni Wi-Fi router bilan tekshiramiz. Qara, routerda qancha vaqtgacha zaryadi yetar ekan.